Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tintakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichivering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman degdi. Ya, sen unaqa maqsading-ku uchrashuvda nima endi bo'lyapsan, ha? Oyim qilgan bandi xalat kiyyapsiz, tentakmisiz? Usilda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga yo'qmisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Deya endi satqaysar. Welcome. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak po'shingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inayni boramiz, tur. Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pampa! Yo, yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi mana u. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi, qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi.